Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Bugun attestatsiya jarayonida, ya'ni boshlang'ich ta'lim attestatsiya jarayonida tushgan savollar o'zimga tushgan. Eslab qolgan savolimni bittasini sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Xo'sh, bunda savol quyidagicha edi. Parallelpedning hajmi 480 sm kub. Uning bo'yi eni 8 sm, bo'yi esa enining 30% ga teng. Balandligini toping degan savol keldi bugun. Attestatsiya jarayonida tushgan savollardan bittasi. Buning uchun birinchi parallelpedni hajmini topish formulasini eslab oldim-da. Demak, mana bu bo'yicha ishlaymiz birinchi 30% da. Demak, mana buning 30%. Demak, biz uchun 8 sm 100% ga teng bo'ladi. X, ya'ni biz 30% ni topishimiz kerak bo'ladi. Buni proporsiya shaklida ishlaymiz. Demak, birinchi noma'lumni yozib olamiz. 100x deng 30 ko'paygan 8. Unda 100x deng 240 ga. 240 ni 100 ga bo'lsak 2,4 chiqadi. Demak, topib oldik. Bo'yini, bo'yi 2,4 ekan. Ana endi formulaga olib qo'yamiz. 2,4 ni, ya'ni 2,4 ko'paygan 8 sm ko'paygan, ya'ni balandlik h teng. Demak, bizga hajmni 480 bergan. 480. Demak, ikkalasini ko'paytirib 480 ga bo'lib ishlab ko'rsak